Assalomu alaykum, mani YouTube obunachilarim. 10-mart kuni O'zbekistonda hali bo'lmagan yumay terapiya bo'yicha master klass qilaman. Master klass o'zimning shogirdlarimga boshqa narx, begonalarga boshqa narxda bo'ladi. Sababi yumay terapiya fevral oyidan kiritildi darslikka. Yumay terapiya Yaponiya manual terapiyasi. Ko'pchilik Yaponiya manual terapiyasi bu trustga kiradi deb o'ylashyapti. Kattalarga kiriladigan bo'lsa, trustga ham kiriladi, ya'ni qirsillatish oddiy qilib tushuntirganimda. Osteopatiyada ham trust bor, lekin men yumshoq texnikalarni beraman, sababi bolalar bilan ishlashni o'rganasizlar. Ikkinchida meni semestrim boshlanadi, osteopatiya institutda bo'laman. 9-da tugaydi. Ya'ni demoqchi bo'lganim, osteopatiya bo'yicha ham yangi texnikalar bilan sizlarga dars beraman, yangi bilimlar bilan bo'lishaman. Darsimiz soat 10 da boshlanadi, 5:30 da tugaydi. Uyga ketishga baribir ulgurmaysizlar. Dars tugagandan keyin savollar, fikr almashish, rasmga tushish, shu bilan iftor vaqti bo'ladi. Shuning uchun biz tomonidan chiroyli kofe break qilib, iftorlik qilib ketasizlar. Sertifikat beriladi va bizning master klassda O'zbekistonning eng nomer 1 juda ham sifatli dars beradigan va bolalarni, imkoniyati cheklangan bolalarni oyoqqa turg'izayotgan reabilitolog, nevrolog Alisher Ahmedov ham dars beradi. Ya'ni nogiron bolalarda darsli oyoqqa turg'izish, yurg'izish, o'tirish, emelash uchun usullarni ko'rsatib beradi. Alisher Ahmedov va alohida darsiga boradigan bo'lsanglar ham bu juda katta summa pul to'lanadi. Xullas, to'liq ma'lumot uchun telefon nomer qoldirib olamiz. Telefon qilib, shogirdlarimga alohida narx, juda ham tekinga beraman buni. Begonalar, menda o'qimaganlarga boshqa narx, o'zi master klassim narxini hamma biladi. Xullas kelib, maza qilib bilim olib ketasizlar.